Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qozog'istonlik MMA jangchisi Erkabulan Toktar o'zbekistonlik masqaraboz ustidan kuldi do'stlar va kulib to'g'ri ish qildi do'stlar. O'zingiz tomosha qiling videoni va bundan keyin mana shunday ahmoqlar ko'payib borayotgan isbotini ko'rsataman. Mana do'stlar, o'zingiz videoni tomosha qiling. Boshqa kombinat zo'rsoy. Yentik qancha. Oktagon Ligi jang bermang. Jang ber. Baya qamalib chiqqan oti nima edi shu? Gold. Ha, goldmi keydi. Urishasanmi men bilan? Bitta abetga chiqaramiz o'g'lar. Amin. Assalomu alaykum. Oktagon Liga. Saturn. Sanga vizit tashlayman. Ajdorxa jangchisi Kung Fu Panda nimaga qodirligini ko'rasan. Samarqand. Boyloq. O'rta, odamlar ko'chada ko'rsa mendan savol beryapti. Erkabolan bilan God qachon urushadi, deyapti. Shunga savolga javob berib yuboring. O'rta 5000 ta odam turibdi hozir. Hamma mendan so'raydi. Inshaalloh bu vaqt tayyormizki, endi hozir organizatsiyalar gaplashiladi. U qimmat pullar urush qilayotgan bo'lib ketganlar. Hozir pul endi kimdirlar bera oladi, qaysi organizatsiya beradi. Uni joylashadi. Bu kichkina bo'lmaydi, uni kichkim kutgan, hali ko'p kishi kutyapti-ki. Bu faqat O'zbekiston emas, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Inshaalloh organizatsiya qaysi shu Oktagon MMA'ni uyushtiradi, bo'ladi imkon. Faqat men jang qilaman desam, yoki u jang qilaman desa birdan jang bo'lib ketmaydi-da. Bilasizki o'zingizlarni? Yo, bilaman. Baribir tinirovkani qilib turib, eng zo'r payt mana shu ro'zadan keyin-da, kerak shu yil oxirlariga o'rta. С одной головы соседина, весь пух и прах, все с одного ребра. И одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет. Mujiklar 160, besim 80 kilo. MMA bayisdan sizlar master class. Kelinglar. Mana. 20 mana. 60, 70. 70, 140. Gref 20, 160. Hop shu mujiklar. Mana nechta chiqay ekan? Biriz olmuş mujiklar bormi? Kelaverasizlar. Polni tushirmadim. Tushiraman polni, lekin polni tushirmadim. Yarimta. Bo'ladi, garoch. Kasal bo'lmaylar mujiklar. Mana do'stlar, bugungi video yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.